onasi. Go'zallarning go'zali. Sevgilim mani. Voy, bo'ldi qil, eritib borasan. Qayerdasan? Ishdaman ona. Ha, smenadan hali ham chiqmadingmi? Ha, kelasan deb bilinchiq qilib qo'ydim. Ha, yo'q onam, bilinchiq yemayman. Voy. Qaymoq bilan non bo'lsa yeyman. Qaymoq yo'q, non bor, non. Aldamang onam. Bor. Ha, yo'q dedim-ku, bo'lsa aytaman-ku, qo'zichog'im. Bor, orqangizga qarang. Voy, qilg'ingdan sani. Qachon kelding? Cho'chitib bording. Uzr, onam, hazillashdim. Nesa nima? Odamni cho'chitib bording. Shumtaka. Hozir keldim onam. Uzr. Choy ichamizmi? Ha, jonim bolam, kel o'zimga. Onam mani. Ha, nonushta tayyorgarlik. Xo'sh. Qaymoqqa piyola. Endi men sizga dutoningiz bo'laman. Voy, onajonim o'zimmi? Xo'sh. Voy, damir-dumir bo'lib ketdim. Hozir mana. Ha, bolaligingda ham shu choy ichishing azobida hali ham shu ahvol. Siz ham issiq ichtirdingiz-da. Ha, bo'ldi, sovidi desam ham ichmasding. Lekin vodoprovod suvini mazza qilib simirarding. Ayniqsa sizni tandirda pishirgan kulchatoyingiz bilan zo'r ketardi-da. Ha? Bir kosa suv olib, kulchatoyi orasidan bitta cho'ppi solib, boti qilib yurdim. Onam, umrim bo'yi qancha non yedim. Lekin o'sha ta'mni topa olmadim. Nega shunaqa ekan? Ha, bolama. Ba'zi bir narsalar shunaqa, qaytarilmaydi, topilmaydi. Ha, muhabbatim? Bir bolaligimga olib borib kelmaysizmi? Buni iloji yo'q-da, bolam. Qani endi iloji bo'lsa? Yo'q. Siz menga bolaligimdagi ishlarni buyurasiz. Xo'sh. Men esa bajaraman. Oldin hech qilgim kelmagan ishlarni hozir har kun bajarishga tayyorman. Mayli, bolam, mayli. Xo'sh. Ha. Askar Raslan. Xo'p bo'ladi. Nonushtani yig'ishtirishga olg'a. Xo'p bo'ladi, keyinroq. Boshladik. Tot. Hozir hamma yoqni tozalab tashlaymiz. Chinni deb qo'yaman hozir, onajonim. Bo'ldimi, onam? Onam. Nimalarga oldi? Boshqalar oday ko'rgis. Nimalarga oldi? Sumalak sizning ona. Sumalak sizning ona. Bazardalar Bo'ldi ya. Och qoldim. Abi. Voy, onajonim mani. Somsalaringiz rasso bo'lgan. Mana. Bunaqa somsalar ishoning dunyoda yo'q. Ha, ol bolam. Ola qol. Yeb ola qol. Qalay? O'xshabdimi? Zo'r bo'pti, onam. Oling o'zingiz ham. Ha. Otam ham shu yerda o'tirib somsa yerdilar. Ha, shu ayvonda. Bahorim. Ha? Bahorim. Otam sizni shunaqa chaqirardi. Ha. Esimda. Keyin sen shunaqa chaqiradigan bo'lding. Ha. Onajon, bilasizmi? Men sizlarni yaxshi ko'raman. Bilaman. Faqatgina ko'payta olmaganman. Qo'ysangchi. Qadringlarga ko'p ham yeta olmaganman. Yo'q, unaqa dema. Hozir esa har kun sog'inaman. Har bir gapingizni, kulishlaringizni, shu hovlini hidlaringizni hammasini. Bo'ldi, qo'zichog'im, yig'lama. Bu dunyo ayriliq dunyosi-ku, bolam. Har kuni uxlashga yotganda, ishga borganda, safarga ketganda, shundoq ham bir-birimizdan ayrilamiz. Endi umrimiz bitganda ham ayrilamiz. Muhimi,
Xudoyim bizni bu dunyoda birga qildimi, u dunyoda ham birga qiladi deb umid qilamiz. Hayot davom etadi bolam, tushunding-a? Qani, kulib qo'ychi. Ana. Ha, sen bu hayotni boricha qabul qilib, munosib yashab berishing kerak. Tushunding-a? Ha.